15 yil bo'ldi boshlanganiga, kontraktura bo'lganiga 5 yil. 5 yil. Umuman ochilmay qoldimi bu? Ro'molda o'ralmaysiz. Ro'molda o'ralmaysiz. Bunisi sal yelkangiz bor ekan, ochiq ekan. Bu jog'larda ham yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Oching, ochingchi. Bittachi? Yo'q. Yo'q. Ikkala tizza. Shu tizza yurolmay qolganingiz qancha bo'ldi? 2 yil bo'lyapti. 2 yil bo'ldi. Ikki tizza shu yopishib qolibdi-da. Bo'g'imda ichida mana ikkovi tirqish bir-biriga tegib qoladi-da. Bu reumatoid artritda. Mana shu ikkovi bir-biriga yopishib qolibdi-da. Bu qo'lingizda xuddi shu tizzangizda bo'lgan proses opa. Qo'lingizda ham bo'lgan. Qo'lingiz ayniqsa bu tepechniy joyida mana shu yerda yaxshi ko'radi. Artrit mana shu tezda qiyshaytirib oladi. Tak. Oyoqda barmoqlari yaxshi? Barmoqlarim. Belchi bel. Belda ola olasizmi, tikala olasizmi? Ishtaha qanaqa? Ishtahlari biroz yo'q bo'ladi. Ertalabki yaraqlik kuchlimi? Necha soat davom etadi? 2 soat, 3 soat. 11gacha. 11gacha. Keyin qo'yaveradi, inson qo'yaveradi. Tak, ertalab yaraqlik, temperatura chiqmaydi? Yo'q. Soch to'kilmayapti? To'kiladi. To'kilyapti. Yutinish qiyin emasmi? Oshqozon og'rimaydi? Yo'q. Yaxshi. Hojatga ko'p o'tilmaydimi kechqurun? Yo'q. Qabziyat bor. Qabziyat bor? Oxirgi marta qachon bansiga yotib davolandingiz? Revmatologiyaga. Revmatolog bo'yicha davolandingiz? 21-yildan. 21? 5 yildan beri davolanganingiz yo'q. O'zingiz ham ozgina aybdor ekansiz. Sharoit bo'lmay qoldi. Tushundim. Sharoitingizni masalan biz tushunamiz, atrofingizdagilar tushunadi, bu kasallik tushunmaydi sharoitni. Kasallikda tili yo'q, qulog'i yo'q. Yo'q, чисто revmatologический professional lechение kerakda bitta. Agar professional lechение olsangiz, haligi holat yaxshilanib boradi xolosda. Hatto bu kontrakturalar sekillar. Umumiy o'zingizga xizmat qila olishingiz kerakda bunda. Yo'q, shu holatingizdan kelib chiqib, analiz, tekshiruvlardan siz statsionar davo tavsiya qilamiz. Statsionar davoda nima? Professional lechение olasiz, revmatik terapiya olasiz. Zamonaviy revmatik terapiya. Kunlik holatingizni nazorat qiladi, monitoring qiladi. Dorilar qanaqa ketyapti? Davlengiz ko'tarib olmayaptimi? Tushirib olmayaptimi? CD chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Har bittasi nazorat qilinadi. Umumiy holatingiz nazorat qilinadi. Shu professional lechение deydi. Holatingiz 3 ta pog'onasi bor desak, 3-pog'onadan hatto 2-pog'onaga tushirsak kasalligingiz. Keyingi etap lecheniani ambulator sharoitda sekin davom ettirib ketamiz. Yurib ketaman. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qiling. Yurganlar bor. Juda ko'p yurganlar. Siz ham xudo xolasa, yana asosiysi ixlos. O'zingizda haligi men har doim kasallarga aytaman, davolab bo'lmaydigan kasallik yo'q. Odamda ixlosi kuchli bo'lsa, qattiq kurashsak, bitta men o'zim kurashmayman. Siz ham kurashasiz. Siz men kasallik. Siz men tomonga o'tsangiz kasallikni yengamiz. Siz kasallik tomonga o'tyapsiz, unda yenga olmaysiz. Shuning uchun ikkalamiz qattiq kurashsak, psixologiya asosiysi. Chiqib ketamiz. Xo'p.